Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga qumli atashinkaning eng oson variantini urilishini ko'rsatib beraman hamda juda ham chiroyli chiqadi. Marhamat. Birinchi qiladigan ishimiz oddiygina sho'tkadan mag'lubiyatni ko'rib chiqadi. Har kim o'zi boshqarib oladigan darajada qumchani surtsanglar, o'shanda qiynalib qolmaslar. Bundan keyingi qiladigan ishimiz atashinkani surtib bo'lgandan keyin mana bu o'zimiz spesial sho'tkasida pastdan yuqoriga ikkinchi tortishimiz o'ngdan chapga yoki bo'lmasam chapdan o'ngga kimga qanday ma'qul bo'lsa. O'tib bo'lgandan keyin ozgina vaqt qarab tursak, o'zini suvini tortgandan keyin gul chiqarishni boshlaymiz. Suvini tortdasida undan keyin gul berishni boshlaymiz. Sho'tkan o'zini havosida tepadan pastga yoki bo'lmasam o'ngdan chapga yurg'izamiz. Mana sizlar ramkamizni pastki qismiga ham yetib keldik. Yaxshilab kuzatasizlar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, men keltiraman qumli atachinka qanday qilib oson urish yo'nalishini ko'rsatib berdim. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Mana bu yoqda bitta chala qolibdi. Buni obrazes ramka qilganlar edi, o'zlaringlar to'g'rilab olasizlar bular.